Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli kanadaşlar. Tüzülüşke değiştik illetler namlıq programımızın 5. sahne arkalık sizler bilen yeniz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmud Can Damallam. Ben Riyasatçı Abdülhat Ucat hürmetli Damallam programımızga kadem taşıp paylaşın kızım karşılığımız rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hürmetli görürmenler, bugünkü programımızın temisi tekabburluk buludu. Tekabburluk hakkında toxtalıp ötümüz. Kızıqıp görüşünlerini ümit kılımız. Damallam, aldı bilen bu tekabburluk degen nime? Bu haqda kıskaça düşünce bir bölsele. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın fazlı bilen bu illet, tüzüşlik illetler diyen filgramımızda ketivatımız. Bütün insanlar giriptar olup kaldığan en xatarlik, köp insanlar duç keldiğan kisellerinin biri tekabburluk kiseli. Bu tekabburluk kiseli insaniyette umumiyizlik her xil şekilde tepildiğan bir kisel. Her kandak akıl igilleri, ilim igilleri yaman kördiğan bir illet. Tekabburluk degen nima dese, o Arap tildeki söz, bu Arap tildi kelgen. O nima lugat ma'nosi nima dese, naiti bir ishni yuğan bölüş yoki o'zini naiti yuğan tutuş, cho'ng tutuş degan ma'noda. Yani başkalarını közge ilmaslık, özünü çoğun tutuş degan ma'noda Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Yani haksız zımında yuğancılık kıldığan, özünü çoğun sanaydıqanlarının ki Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetlerden paydalanmaydıqanlığı, ulanın ki Allah'ın ki kudretini tanımaydıqanlığını muş ayeti şu Allah'ı bayan kılgan yetekebberun degan muş söz bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifte her kandak bir insanın kalbide zerrecilik, kibir bulup kalsa bundak insan cennet kirmeydi o dep tunuştuğan. Demek tekabburluk yaman bir illet. Bu bizninki hayatımızda yüzümüzge karab kandak tunuşturuş mümkün değilse her kandak bir insanın ki yüzünü ve yüzünün kılıvatkan işini nait çoğun körüş, en neticelik iş, paydalık işini men kılıvatımen dep karaş, başkalarını ve başkalarının kılıvatkan işini çoğu hakir köreş, tüven kireş, başkalar paydasız işini kıldı, gereksiz işlerini kılıvatıdı, halkka ümmetki paydası yok işlerini kılıvatıdı, lekin men kılıvatkan iş çoğu birden bir halkka, ümmetke paydalık iş dep karaşının özü, mana bu bizninki bugün sözülmekçi boğan, müş tekabburluk degen mezmunga şudu. Hoş damalım, Allah razı olsun. Endi bu tekabburluk bilen mesela üzüne eziz tutuş, yani tüvenkülümeslik. Bu ikisininki oturdaki fark neme? Adette bizde bir kısım insanlar var. Hoş. Kemterlikni acizlik dep qaraydigan. Hoş. Tekabburlukni bu no'chilik dep qaraydigan. Kishilarga muomala qilganda illiq muomala qilishni bu bo'shanglik deb qaraydigan, qo'pol muomala qilishni botirlik deb qaraydigan, aralashtirib turgan bir ahvol bor. Hoş. Bu ikkisiniki farqi nima desa, bir insonning o'zining to'g'ri yo'lda bo'lganligi, o'zining birinchi bo'lib musulmon bo'lganligi, masalan, haq ustida ekanligi, to'g'ri yo'l ustida ekanligi bilan o'zini izzatlik tutuş bilen tekabburluk qilishning farqi nima desa, tekabburluk qilish deganlik o'zi xato yo'lda turib, Hoş. xatolik ustida o'zining qilib ketayotgan yoki davatgan so'zi qilayotgan ishidan xato bo'lsa-mu faxrlanish. Buni cho'ng ko'rish va boshqalarni tuvan ko'rish.
İzzet degen nima dese bir insanın özününki doğru yolda hak üstüne ikenligi bilen özüne tüven kömeslik belki pahırılmış. Elhamdülillah beni Allah Müslüman kıptı mesela. Kur'an-ı Kerim'de şunun neticede elhamdülillahillezî hadâna lihaza ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hadânallah depmuş iman İslam'a Allah'ın hidayet kıygallığı bilen Allah'a hamd eytiş. Müminlerin üstün izzetke, hürmetke sazavar ikenligini bayan kıygan neç ayet var. Şunun için bu ikisinin aralığında farkını bölüş lazım insan. Yani insan yüze düşmanlığın aldıda, zalimliğin aldıda yüzünü tüven tutuş ya ki erzimez yüzünü aciz körüstüş bu iman olan izzetlenip duruşununki ziddi bunun eksi buludu. Şunun için yüzününki doğru yol ikenligi bilen takırılmış yüzünü alahide men bir doğru hakikat üstüne de bülüş şunu bilen birge hata yolda olup kalsın dese hata yoldan katli fakirlenmeslik belki bunun kaytış. Bu tekebburluk bilen izzetinin farkı müşahede. Yani tekebburluk diginimiz yüzünün hata yolda turup çoğun bülüş izzet yüzünü izzetlik fakirleniş digenlik şu dese yüzü doğru yolda bolsa hakikat üstü bolsa bunun izzetleniş. Allah razı olsun. Davolam emdi ma'lum bo'lgandek bu bizim bu programımız mesela şahslardaki illetlerini tuzatishga aloqador bo'lishlar birga şu cemiyet hem tashkilot jamoatlar ichidagi ishbashiliklar şunun ichidagi kadrolarga mesela ichidagi illetlarni tuzatishga bakroq ko'ngil bilib kelyapmiz. Yuqorida bu izzet bilen, özünü eziz görüş bilen tekabburluknunki farkını bulduk. Mesela bir insan özününki bir doğru yolda, mesela vatan davası, millet davası değil, doğru yolda işgallikini bilgendiğin kin, şu yolunu ben bunda yolda da başkalarına bildirip kılaşınınki özü kanda buldu mesela. Bu mesela özünün doğru yoldan fakirlenip durup elan kılsa, hazır sıra degandek yani to'g'ri nimaga tushiruvchi tabiiy holda bu vatan davosida endi yana gapini bilyaptim agar bizniki millat hamda bu uzun muddat ishg'oliyat ostida yashab qolganligimizdanmi bir inson masalan o'zini kamtar tutib yoki shundoq qilgan ishlarini boshqalarga jakalamay buni qilgan ishimni Alloh bilsin men bunda ishni bir ixlos bilan bunda qilay karşılığını bildirmeyi dilse onu bunda tüven kürdüğün ya ki okşaş durayla samuzanın işini kıl, mamuzanın işini kılay. Biz okşaş bir yolduk yani düşmanımız olan Xitayga karşı turayotgan yoldaki bir adamla ikimiz yoldamayla ma'nu uçulukun marisi unumaydigan bunda bir nima var. Bunu qanday taqbulaştırış kerak mesela. Bunu tabiiy holda bir insan çıkıplam yüze ya ikranğa çıkıp ya ki hazır hammadam so'zlaydigan bo'lib ketdi. To'ta qiz to'g'ri gapni qilishi yoki naiti jalloq qahramon kishilarga loyiq so'zlarni qilish bilan bir insonningki to'g'ri yo'lda haqiqat ustida ekanligi belgilanmaydi. Birdan bir dalil so'zlash emas. So'zlash bilan birga amaliy qilayotgan ishi. Bu qilayotgan ishninki mayli chet eldagi, xususan chet eldagi xalqqa bo'lgan foyda ziyni umumiy qarab ko'p aql egillari, ko'p ilm egillari mush yo'l sog'lom yo'lkan, to'g'ri yo'l mush ekan hozirgi deb birlikka kelgan bir yo'l bo'lgan bo'lsa, bu yo'lning egillari, bu yo'lda mang'anlar tabiiy holda o'zininki to'g'ri yo'lda ekanligi, mushu xizmat uslubining eng foydali ekanligi, dushman qarishtirishda eng zarba bera oladigan bir yo'l mushu deb tashviq qilish lozim. Xo'sh. Odatda bu haq egillari, masalan, islomga tashviq qilishga bir payg'ambarlarning hayotiga qarasak, bir odam chiqib, bütün insonlar boshqa bir e'tiqod, boshqa bir yo'lda bo'lsa, to'g'ri yo'lni tunutgan. To'g'ri yo'lni tunutishda inson qat'iy ikkilenmeslik lazım. Başkalarını çakırışta qat'iy ikkilenmeslik lazım. Bu yerda
Özünün qilgan ishi degandan ma'lum bir shaxs ya ikki odam chiqiblam o'zi ma'lum bir fikr, iddia ya xizmat uslubini o'ttirib qo'yib, boshqa nurg'un ilm egillari, siyosiy yo'lli bo'lsin, olimli bo'lsin, nurg'un odamlar bu to'g'ri emas deb qaragan bir yo'l. To'g'ri emas deb qaragan bir uslub yoki bir xizmat. Buni boshqalarga tengish, mushu mening to'g'ri edi, mushu yo'lda menishing kerakdi deb boshqalarga tengish haqqi yo'q. Bu umumyuzlik bundaq masalalar nima qarash kerak desa, ko'pchilikning fikri qarash kerak. To'g'ri. Ko'pchilikning fikri tabiiy holda Facebook'dagi yoki WhatsApp'dagi masalan ma'lum guruhlardagi bulayotgan fikri bilan ko'pchilikning fikri buni bilan isbotlanmaydi. Xo'sh. Chunki u masalan biz bilamiz ma'lum odamlar bor. Bir odamninki 4 xil, 5 xil ism bilan Facebook'ga kirib biznes yozdigan, har xil ishni qildigan odamlar bor jamiyatda. Unda bo'lgandan keyin cho'qim jamiyat tunilgan, ilm bilan tunilgan, samimiyat bilan tunilgan, da'vo yo'lida rostchilik bilan tunilgan ko'p insonlar, ko'p sonliq ma'lum bir yo'lni to'g'ri desa, bu to'g'ri yo'lni tashviq qilish lozim, boshqa xalqni mushunga chaqirish lozim. Bu yerda qat'iy bunu desak, takabburlik bo'lib qolarmi yo Alloh bilan buni qilgan ishimizni deb bundaq to'g'ri ishni yo'shirishga bo'lmaydi. Biz jamoat bilan namoz o'qishga buyurilgan, masalan musulmonlar. Juma namozini texmi jiq jamoat bilan o'qishga buyurilgan, haj qilishga buyurilgan. Mushulning hammasi haq ko'radigan ishlar. Har qanday ishni maxfiy qilish desa, o chaqda jamoat bilan namoz o'qilmaslik lozimdi. Juma namozlarini haq jiq adam bo'lib yig'ilmaslik lozim, hajga bormaslik lozim. Nurg'un ishlar bu yerda musulmonlar kurashga tegishlik, boshqalar buni o'rganishga tegishlik nurg'un ish bor. Shuning uchun olimlarimiz xususan yetakchi bo'lganlar, ahlilim bo'lganlar boshqa xalqni ma'lum bir yaxshi ishga yetaklash, boshqalarga ulgu bo'lash uchun desa, o'zi nurg'un ishlarni qilishi lozim. Shu shaxs olim qilgan vaqtda, yetakchi qilgan vaqtda boshqa xalqmi shunga ergishidi. Bu takabburlik bo'lmaydi, bu riyo bo'lmaydi degan. Shuning uchun bu masala qartacho desa, to'g'ri yo'ldagi inson, ko'p sonliq insonlar, aql egillari, aql olimlar to'g'ri yo'l deb qargan ma'lum bir iddia, fikrga cho'qim boshqalarni tashviq qilish lozim. Buni o'zimiz shu shaxs tashviq qilish lozim. Rahmat tamolam, Alloh razı olsun. Endi bu shundoq takabburlikdan iborat yomon illatga insonni ilib boradigan omillar qaysi yani? Nima sababdan inson shundoq bir yomon illatga tushib qoladi? Eng birinchi xatarlik omilning bir nima desa, boshqalarning kamtarlik qiyginni, kamtarlik bilan muomala qiyginni, ma'lum xizmatga intilmaganligi, har qanday ishda ma'lum bir shaxsni voy o'zlari qilib paslar deb masalan oldiga ittirib o'zi tuvanda sirtda yoki sapning oqisi tutsa, buni xato tushunib olish. Men shuning qaraganda alohida iqtidorli odam ekanman. Hammadan meni voy oldiga mansil da'vatiro. Boshqalar o'zincho shunda tuvan tutib men alohida odam ekanman deb boshqalarning qilgan muomildagi kamtarligi, ya'ni jamoat va tashkilotchilikda bu shu ikki narsaning ichidagi sabdashlar bir odamni masalan siz oldiga chiqib mani qiling deb hurmatlab kamtarlik bilan haddan ziyoda ba'zi bakrak hurmatlab kamtarlik bilan muomala qilsa, shuning bilan shu o'zini bilinmay qilib, voy men alohida odam ekanman yoki suiiste'mol yoki xato tushunib boshqalarning hurmatini men alohida odam ekanman deb o'zini cho'ng bilib qoldigan, xato ko'rib qoladigan, shuning bilan yo'g'onchilikqa elib boradigan ahvol boshqalarning qilgan hurmati kamtarligini xato tushunib olish. Bu birinchi insonga eng ta'sir ko'rsatadigan illat. Shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odatda hurmatlashdimi alohida diqqat qilishni. Bir odamni oldida o'ziga qarablam oldida maqtamaslik masalan. Maqtuvchilarningki o'ziga to'pchichinglar degan hadislar nurg'un yerda kelgan. Nima uchun desa, inson maqtalsa, hurmatlansa, ba'zi vaqtda o'zini bo'linmay qoladigan
o'zini uqmay shuni bilan takabburlik bilan tin iborat bu kasallik giribtor bo'lib qolgan ish va shu har qanday bir inson o'zidagi alohidlik yoki o'zidagi Alloh bergan bir ne'mat bo'lsa buni hammadan to'sib qo'ysa bo'ldi. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Masalan, mayli gap so'zda bo'lsin, mayli kiyim-kechakda bo'lsin, ya'ni kamtarlik qildim deb haddidan ziyoda boshqalar xato tushunib qoladigan, boshqalarningki ashundaq takabburlikdan iborat bu kasalga giribtor bo'lib qolishiga sababchi bo'lg'idek darajada muomiladacha unda kamtar bo'lmaslik lozim. Xo'sh. Ana ikkinchi bir eng yomon omil nima desa, ikkinchi omil kishilarningki bugungi zamonda xususan kimga ortiq ma fazilatli odam deb qarash, kimga ma tuvan odam deb qarashdiki o'lchimining egizpasligi. O'lcham nihoyat egizpas bo'lib ketdi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, ma'lum iqtisod egisi ya jamiyatda obro'yi va bundaq odamlarni haddidan ziyod hurmatlash. Bu odamlar xato yo'lda bo'lsa-mu, dindan yiroq bo'lsa-mu, axloq go'zal axloqdan yiroq bo'lsa-mu, pul o'g'achqa, jamiyatda ya ma'lum huquq o'g'achqa, obro'y o'g'achqa, shuning bilan musho va nochadam deb u odamni alohida cho'ng ko'rish, haddidan ziyod hurmatlash. Shuning bilan bu odamda haqiqiy axloq iymon bo'lmagandan keyin bu odamlar nima giribtor bo'ldi desa, takabburlikdan iborat bu kasalga giribtor bo'ldi. Shuni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mushundaq kishilarni sifatlab, yahsabuna annama numidduhum bihi min mali va banin nusari'u lahum fil khayrati bal la yash'urun. Biz ularga bergan mayli ko'p farzand bo'lsin, mol dunyo bo'lsin, ashularningki ma'lum ortiqchiligi, masalan, ma'lum bir alohidligidan biz ularga beryapmiz deb tushunamdi ular. Unda tushunmasin demakchi. Unda tushunmasin. Alloh subhanahu va taolo xoligan odamga mol dunyoni berdi. Xoligan odamga bermaydi. Bir odamning mol dunyoga erishganligi ya boy bo'lib qolganligi u odamning naqadar fazilatlik, hurmatlashga tegishlik manda odam ekanligining dalili emas. Balki agar mol dunyo Alloh subhanahu va taoloning o'lchimida bu bir biznasiga yaraydigan bo'lsa, odatda kafirga hadisildin ba biz otlam sonu bermeydi. Mal dünya insanı ölçeşte o qat'iy ölçem emas bu. Belki Allah subhanahu wa taala xoligan odamga berdi mal dunyoni, xoligan odamga bermaydi. Boylik Allohga yaqinlikning dalili emas. Kambag'allik Allohdan yiroq ekanligining dalili ham emas. Shuni yana bir oyat Allah subhanahu wa taala قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aş ayetning oxirida rizq degan Alloh subhanahu va taolo taqdir qilgan odamga, xoligan odamga beradi. Lekin buni cho desa, ko'pincha odamlar bilinmay qoladi, uqmay qoladi degan. Shuning uchun o'lcham, mu'minning o'lchimi cho bir insonning axloqi, iymoni, go'zal prinsip, samimiy yol muamilde samimiyetiga qarabcho bu odamning yaxshi odam yoki yomon odam ekanligining o'lchami bu. Shuning uchun o'lchamga alohida diqqat qilish lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisida bir kuni Rasulullohning yonidan bir odam o'tdi deydi. O'tgan vaqtda sahobalardan so'radi. "Ma odamga qanday qaraysizlar?" debdi. Sahobalar qo'pib bu odam musulmonninki boylarining qatoridan. Har qanday yoki berib bir odamning qizni elishqa mesela elçi olsa hak bunda adamga qizini berdi. Bira işte shafaatchi olsa shafaatini qabul qiladi. Gap qilsa bunda adamning bu odamning gapiga hamma odam quloq soladi deb javob berdi de. Javob bergandan keyin yana bir odam o'tdi. Birdamdan keyin "Ma odamga qanday qaraysizlar?" debdi. Sahobalar qo'pib, "Bu kambag'al odam. Bu odam haqning qizini olay desa, qizini bermaydi. Gap qilsa gapini anglamaydi. Bira ishga aralashsa hech kim bu odamning bir ishga aralashishi shu xursandmi bo'lmaydi" deb javob berdi. Javob bergan vaqt payg'ambarimiz nima dedi desa, "Ma odamning o'xishi, ya'ni siz hozir mushunda haqli gapini anglamaydi deb sifatlayotgan mushundaq odamdan birning bo'lishi abiyatin siz sifatlagan odamdan zaminda toshqidek bo'lgandan ma yaxshi" deb javob berdi. Demak, Allohning o'lchimi boshqa. Haqiqiy dinning o'lchimi boshqa. Kishilarningki mal dunyosi yoki kambag'allik qarab o'rni bu asosda belgilanmaydi, balki iymoni, axloqi,
özünün samimiyeti, rastçılık qarap ço andın belgilindi. Üçüncü muhim bir nokta nima desem, muşundaq tekebburluk sebep bulduğan. Bay oğalla mesela xuddi bu baylık mengu bu adamla bilen kaldığandek oylap geliş. Sak oğalla mengu sağlamlık üzülen yaşaydığandek oylap geliş. Bu en xatarlik illetlerinin biri. Biz yakın hayatımız qaraydigan bolsak, hemmimiz bilişimiz lazım. Nurgun bayla iqtisadın ayrıldı. Nurgun sağlam insanlar keseli oldu. Nurgun inak aileler birisi-birisinden çok ayrılıp gitti, bölünüp gitti. Nurgulları vatanda kaldı, nurgulları chet aldı kaldı bir partisi. Muşularning hemmisi nimening dalili desa, Allah bergan ni'matning bir insonda mangu o'xshash o'zgarmay turmaydiganligi, cho'qim o'zgarib turadiganligi. Mushuni o'ylagan vaqtda andin bu takabburlikni yiroq bo'ladi inson. Bo'lmasa desa, qarasa har doim hamma narsa tal. Oilasi va, bolalari va, iqtisodi va buning qarab desa, shuning bilan voy, men hammadan yaxshi o'xshayman. Bo'lmagan bo'lsa, mendagi bu ne'mat, bu xotirjamlik, bu iqtisod, bu farzand, bu oila, inoq oila bu shunda bo'lamdi deb takabburlik sabab bo'lib qoladi. Qachon desa, mal dunyo men bilan mangu qoladi deb o'ylagan vaqtda. Shunga Qur'oni Karimda bu haqda nima deydi desa, ma azunnu an tabida hazihi abada. Sura Kahfdagi ikki odamningki bir kambag'al bilan bir boyninki dialogi bor. Shuningda boy nima deydi desa, o'zidagi mal dunyoni men bu mal dunyoning mening qo'limdan chiqib ketdi deb qat'iy o'ylamagandim. Bu mal dunyo men bilancho mengu qoldi deb o'ylagandim. Deb yo'qolib ketgan vaqtda ayda pushmon qiladi. Demak, ne'mat berilganlar hozir xotirjam yashayotganlar desa, bu Allohning ne'mati deb ne'mat berg uchun tunish qat'iy buni unutib qolmaslik. Bu ne'matdan qaysi bir sababdan ayrılıp kaldığanlığını mı çok o'ylash lazım. Bu shunday qilgan vaqtda takabburlikdan yiroq holatda turish mumkin. Bu en muhim noktalarning bir nima desa, bu shu takabburlik illatiga sababchi bo'lgan Qur'oni Karimda bir oyatni Sura Kahfda ikki odamning hozir ayg'ini dedik. Wadrib lahum masalan rajulayni ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab. Yani birisi bay, birisi kambag'al. Bay o'g'ini cho desa, o'zining iqtisodi bilan yo'g'onchilik qilgan, takabburlik qilgan. Kambag'al o'g'ini cho o'zining kambag'alligi bilan va isat, azabli bo'lib qoldim demagan. Balki Allah sana bunu beribdi, lekin sen ma to'g'ri yo'lda nima qilmaysan deb o'zi kambag'al bo'lsa-mu, to'g'ri yo'lga o'zininki qarindishi, o'zininki dostunu şu alahidi çaqagan. Bununla dikkat kılış lazım. Yani dost kambag'al bo'lsa-mu, bay bo'lsa şu to'g'ri gap qilsa bunu anlash lazım. Anlamagan vaqtda bu takabburlikqa, shunday yomon kasalga sababchi bo'ladi. 5-chi muhim bir omil nima desam, ma'lum bir insonningki bir yaxshi ishda burroq qadam bosgan bo'lishi. Mayli ilmda bo'lsin, mayli jihatda bo'lsin, mayli tashkilotchilikda bo'lsin, har qanday bir ishda burun qadam bosganligi bilan faxrlanish. Keyin chiqqanlarni cho qat'iy ko'zga ilmaslik, yaratmaslik. Biz bu da'vo yo'lida, ya xizmat yo'lida manda qurbonlikni bergan. Manda xizmatlarni qilgan to'q. Endi chiqib, masalan, tunigan chiqib ya bugun chiqib anda demdu, manda demdu deb keyin sabki qo'shilganlarni yaratmaslik, ko'zga ilmaslik bu en xatarlik bir illatimdir. Shuqum bir insanın ma'lum bir yaxshi yo'lda, ilim, cihat, dava yo'lida manganligi, ilgiri manganligi cho'qim bu inson agar to'g'ri yo'lda mangalgan bo'lsa, samimiyat bilan mangalgan bo'lsa, mukofotini jiq oldiganligi gap yo'q. Buning dunyo va oxiratda qadrlash tegishlik. Chunki boshda yo'lni tayyor qilganlik uchun, ma'lum bir prinsipni sizganlik uchun. Lekin nim bo'lash lazım desa, samimiyat bo'lash lazım, rostchilik bo'lash lazım. Allah Qur'oni Karimda lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa yaqu. Yani muhacirlar haqqidagi oyatda nima dedi desa, oyatning oxirisida ulayka humus sodiqun deb tugatdi. Shular rostchilik kishilar. Yani bu yerda ilgir manganligi bu fazilat, ortiqchilik.
Lekin qanday bo'lgan bo'lsa desa, shu tanlab mangan yo'lda mustahkam mang'algan bo'lsa, rostchilik bilan turalgan bo'lsa. Yana bir oyatda minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayh faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Allah yo'lda o'limnimi kep qalsa cennet belgeliler. Haqiqiy rastçıl kişiler bular. Ve şundaqla muşu rastçıl samimi yolda mustahkem tuğallar. Qat'iy o'zgarmaganlar deb sifatildi. Unda bo'lgandan keyin bir inson o'zininki ma'lum fazilat, sharaf ato qiladigan yo'llarni burun manganligi bilancho keyin qo'shilganlardan faxrlanish bu to'g'ri emas. Belki aş öz tanlab mangan bu to'g'ri yo'lda samimiy rastçılık bilan qat'iy o'zgarmay menish lazım. Keyin qo'shilganlarga ularni samimiy bo'lsa ularga qushaq etish lazım. Ularni sabtcho qo'shish lazım. Keyin manganlar, burun manganlarda bu yerda bölgünçilik paydo bo'lishga sababchi bo'ladigan ishlarni qilmaslik lazım ve keyin qo'shilganlarni hech ishga yaramaydigan odamlar deb burun qilacho bunda ko'maslik lazım. Hoş ustoz. Yana bir mesele meniki qo'shib qo'yim kerak. Mesela Allah Teala bir insanga bir nimet verdi, ilimde, malda, yüz abone hem narsada. Onu başkalarının kuldaki bir mal dünya ya ki başka bir adamın ilmiga seliştirişinin uzuma ikisini seliştirip menimki manadın ilmim cek, pulum cek kodeşinin uzuma yine tekabburlukka elip barıgan. Elbette, elbette. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kandak bir adam, bir alim ilimni başkalar bilan jidallashish, başkalar bilan munoziralashgan vaqtda uni yengish maqsadida mushundaq o'qisa, mushundaq o'rgansa, bundaq odam jannatning purg'ini purayolmaydi degan. Shuning uchun bu diqqat qilish tegishli bir nuqta. Bularning ilm egillari qaysi sohadagi olimli bo'lishdan qat'iy nazar, ya'ni o'zini hammadan olim deb tunimaslik. Ve fevqa kulli zi ilmin alim deb tunush. Çuqum men bilsem çuqum menden yuqori bildiganlar bor. Deb tunigan vaqtda haqiqiy to'g'ri yo'lni tunigan inson mushu. Lekin men hammani bilib ketdim yoki mendek bildigani yo'q degan odamcho birdan bir eng jahil odam shu. Shuning uchun men nuqtaga ahli ilmlar qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar alohida diqqat qilish lozim. Allah razı olsun. Menimki hazır sizler zikrep ötken 5 amilden düşüngenim hem de. Ama şu insanın ki bir adamın tekabbür bulap karışığa boğan sebep mesela üzdüme borcu mümkün bir kança kemçilikler. Şununla birlikte bunun etrafıdakilerin ki onun olan boğan muamelesinin ama çoğu derecede alayda bir mesela bağlılığını bildim ben de tesiri. Mesela yokluk 5 neyse mesela adedin ziyade hürmetleş ya ki o küçük görüş o bu diyenlerin zikre kalan işlerin hemmesi yani biz mesela elimizdekilerin ki tekabbür bulap kalışığa yani nurgun insanlık sebepçi oldu. Biz çıkrak sebep bulduğun ahvallar bulduk yani bunun dikkat kılış. Yine birge bu tekabburluk minki Allah'ınki bir gazabine uçraydıgan bir yaman illet ikenligini her daim unutmaslık. Tabii. Bu akıbeti bek hatarlık bunun. Hoş, Allah razı olsun. Endi bu tekabbur insanlarda görünüdüğün alametler kaysı ustazımda. Mesela bir teşhis kılsak hem de bunu. Adette koysak. Birinci olab Kur'an-ı Kerim'de bayan kılınan en birinci alamet nima desa وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Hoş. deb tasvirlangan. Yani sen kişilerge onda mağazını kötürüp gap qilma. Yani köz gilmay. Başkalarının tüven küreş uslubida gap qilma. Ve şundaqla zımında yoğançılık qilib jo mağma. Burunqi zamanda mesela bugün ma'lum bir adam noch mashina aldı mesela yangidan. O yangi mashinaga adam boshqacha mağız kelishi mumkin. Hoş. Yoki gap qilgan vaqt shu boshqalarni
ko'zga ilmay shunday kichik ko'rib o'zini cho'ng ko'rib gap qilish Qur'oni Karimda shu oyatda bu Luqman alayhissalomning bilasi qilgan vasiyati birdan bir eng yo'g'on cho'ng alomat shu. Bugungi kunda biz qaraydigan bo'lsak jamiyatimizga u undaq insonlarni bijdamda uquvag'ini bo'ladi. İnsanın gap qilish uslubi, boshqalar qarash uslubi masalan. Muşunun qarab ma insanda xil bakem ma ahval. Bu illet, tekabburluk illeti kisili xil baken deb bilish mumkin. Bu birinci illeti. İkincisi şu ise her qanday vaqtda jamiyatda qalayimqan ish qilish. Yani jamiyatda bir buzuqchilikni paydo qilishga kuchash yoki buzuqchilik paydo qilishga tirishchanlik qilish. Fursat topsalam yanaqa fursat topsalam o'tirda nima chiqarish. Qalayimqanchilik chiqarish ham. Qalayimqanchilik chiqarish hech qanday odamning nasihatini qabul qilmaslik, to'g'ri fikrni qabul qilmaslik. Chunki to'g'ri fikrni qabul qilmaslik nadan kelib chiqadi desa, o'zininkini hammasini to'g'ri deb qarag'achqa, shunga to'g'ri fikrni qabul qilmaydi. Agar mening fikrimmi mumkin xato bo'lishi, boshqalarning fikri to'g'ri bo'lishi mumkin deydigan inson chuqur to'g'ri fikrni qabul qiladi. Lekin masala nima desa, shu qalayimqanchilik sababchi bo'lgan illat nima desa, o'zining fikrini hammadan to'g'ri, boshqasi bu xato deb qaragan bo'lg'achqa, bunda odamning ko'pinchisi gapga usti keladi-da. Shuning bilan bu nurg'un fasodchilikqa sababchi bo'ladi. Çünkü bugünkü hayatımızda biz körümüz adette acayip ağzı buzuk adamlar var. Mesela gap çıkarsa gap toğır deyilayotgandek nurg'a adam bunu uqanmaydigan, lekin nayt buzuk niyat, buzuk maqsadda o gapning natijasi shu. Shunda nachariyaga elib boradigan, nurg'un qalayimqanchilik fitna fasodga elib boradigan gaplarni qilib yuradigan insonlar bor. Shu Qur'oni Karimda "Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya ve yüşhirullaha ala ma fi qalbihi ve huve aladdul khisam." Deb elaqe sözüge qarasa, anlısa sözü şunda insanı hayran qaldığıdak. Şunda alahide, şunda fasahatlik, şunda noça o gaplar. Şunda ilgar. Lekin emniyet şu dese Allah Subhanahu ve Taala bu münafıklar hakkında düşkün ayet. Allah bunun kalbideki ba illetki guvalık birdi bu qanday adam aladdul khisam dedi. Düşmanlikte bu, düşmanlikte en çekidin aşkan. Müminlerge bo'lgan adaveti, düşmanligi en yuqori. Allah bunun muşundaq adamның qalbida muşundaq yaman illetning, yani düşmanlikten ibaret bu illetning balığı Allah guva deb şu bu ayette alohida bularning halının ne kadar xatarlik ekanligini bayon qilgan. Shuning uchun ikkinchisi şu desa bu fitna fasad terishga harakat qilish. Uchinchisi yani har qanday inson fitna fasadga sababchi bo'ldi ekan demak jamiyatda. Nimani bildi ekanmiz desa, bunda takabburlik bor ekan odamda. Fitna fasad qalayimqanchilik sababchi bo'ldi deb bilsak bo'ladi. Uchinchisi şu desa gap qilgan vaqtda nayti takalluf qilib, o'zini zo'lab noch gap qilish hamda balog'atli gap qilish. Peygamberimiz bir hadiste innallaha yubghidu er-racul fasih. Yani yubghidu al-baligh min er-rical allazi yetakhallalu bi lisanihi kema tetakhallalu al-baqaratu bi lisaniha. Xuddi alqa kal o'zininki tili bilan o'zining kalpiklarini yalaydigan ish bor. Xuddi shuningdek gap qilgan vaqtda takallufni yangi qilib gap qilishga alohida ko'ngil bildigan o'zininki gap qilgan vaqtda boshqalar zodi azab gap qildi ekan deb qolsin deb shunga tirishchanlik qilib gap qiladigan mushundaq insonni balog'atli gap qildigan Allah subhanahu va taolo yomon ko'rdi deb shu payg'ambarimiz alohida ko'rsatgan. Yana bir hadisda ala unabbiukum bi shirarin nas, yani sizlarga men eng kishilarning eng eskisi yomon axloqli odam deb berayman degan vaqtda sahobalar qo'pib ha ya Rasulullah ma'qul deb basladi. As-sarsarun. Ana jiq gap qildigan. Jiqki parani qilib, jiq ziddiyatlarga, jiq qalayimqanchilik sababchi bo'lgan mushunda odamlar
en yaman adamlı bu eski adamlarda Peygamberimiz şu özünün tili bilen ularni şundaq süpetligen. Muşunun qo'shilib yana hadisda kelgini masalan özünün kiyim-kechaklarını yo'g'onchilik qilish, ya'ni boshqalardan ustun tutish uchun o'zini kiyim-kechaklarini so'rab yuradiganlarmi mushu takabburlikning alomati degan payg'ambarimiz bugungi kunda masalan o'zininki kiyim-kechaklariga haddidan ziyoda diqqat qiladigan, kiyim-kechaklarininki markalariga bak diqqat qiladigan, ba'zi bir anglagan to'qaliq oliy markalik kiyim kiygan bo'lsa, amal qilib u markani bir shaklda yendiki odamni ko'zitib qo'yishga, ala ko'rinmaydigan yerda bo'lsa-mu, ish qilib bir shaklda ya chapanning peshini asti echib, qanday qilsa o'zining oliy markalik kiyim kiyganligini boshqalar uqtirib qo'yishga tirishchanlik qildigan, alohida kuch chiqirdigan odamlarni payg'ambarimiz bu takabbur odam degan qatoga şu mikirdim. Hadis bilen ispatlangan tekabburlikning bir alameti muşu. Em muşulun hemmisini juglaydigan alamet nima o dese, hemmisini juglaydigan alamet birden bir hiç kişi bilen çıkışanmay. Çünkü bundaq takabbur adamni insanlar yaxshi ko'rmaydi. Allah subhanahu ve taala mu bunda insanlarni haqla qabul qildigan aletli bulmaydı. Çünkü hadiste peygamberimiz qanday bir adam takabburlik qilsa, yo'g'onchilik qilsa, Allah onda insonni çoğu desa, yag atırı yag tushirdi degan. Lekin kamtarlik qilsa şu Allah o insonni ko'tirdi degan. Unda bo'lgandan keyin buni bo'lib olish kerakki, har qanday bir inson jamiyatda fitna fasodga sababchi bo'ldi ekan, adovatga sababchi bo'ldi ekan, hech kim bilan chiqishmaydi ekan, hammadan bilan urushib yashaydi ekan. Man bu adamda çoğu desa, mush takabburlik kesilninki en yuqori darajada halokatga olib boradigan kasal giribtor bo'libdi adam deb tushunib olsak bo'ldi. Allah razı olsun da Allah. Hamda bu kasalning yuqorida alomatlarini bildik. Hamda shunday alomatlar topilgan. Takabbur insonlarga bu illatning elib keladigan zonlari qaysi masalan? Shaxs o'ziga. Mesela o adam qanday ziyon tadı dünya ve ahirette. Bu en birinci olap hemmedim muhimi nima desa, insonninki Allah subhanahu ve taala'nınki yo'lni tunishdan mahrum qilish. Yani bir insonda bu takabburlik kesali bo'lib qolsa, bu inson nimadan mahrum qoldi desa, to'g'ri yo'lni tunishdan, hidoyat yo'lidan mahrum qoladi. Chunki takabburlik Allohga xos. Xo'sh. Her kandak insanda tekabburluk buldukken bu sükür demdi. Süküldüğün illet. Lekin Allah subhanahu ve taala üzünço Allahu Ekber deyimiz o biz. Hoş. Mesela üzünü süpetligen bir süpet. Demek Allah, bu tekabburluk kılan adam Allah subhanahu ve taala'nın bu büyük süpetini talaşka adamım. Sen de o kainatını yaratıpsa, bütün mahlukatını yaratıpsa, sen de o baken bu tekabburluk, çoğunluk yani, hem ulugluk, sen de ba, ma ulugluktan mendimi çok pişti ba digellik hem de bu. Yani, azrak bolsun mu? Allah'ın talaşkan. Azrak bolsun mu? Mendimi ba bu ulugluk, bu kattılık, dep talaşkan insan bu. Talaşkan insan boğan deyken, bundak insan çoğu doğru yoldan, hidayetten mahrum kalır. Şunun için Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Bundak tekebbür insanlar asman zimindeki Allah'ın bir barlığını körstırgan, ispatlap berdigan nurgun hüccet paketlininki üstlerin yeniden össe, bunu köse, anlasa, vulaç o dese, bunu yüzü öreydi. Hatta onu karmaydı. Bunu tunuyanmaydı. Dep bulanınki ne kadar halini, xatarlık ikelligini bayan kıygan. Bu Allah'ınki hidayet yolundan mahrum kalıştın çoğun bir ziyan, bir ukubet, bir bendige, müminge bulması gerek. Bunun çoğun. İkincisi ne dese, her daim bu şundak kemçillik, hatalık olan yaşaş. Ne için? Dese, bu tekebbür adam yüzüne hemmedin mükemmel sanıgaçka. Hoş. İlmi taraftan bolsun, hizmet uslubu taraftan bolsun,
yaşash uslubidan bo'lsin, har tarafdan mukammalman, mendek adam yo'q deb qaragan bo'lg'achqa, o'zidagi kamchilikni qat'iy to'nig'ini unmaydi, e'tirof qilmaydi. Agar sal normal inson bo'lsa desa, o'zining kamchiligi o'z tunuydi, buni tuztidi. Lekin ma takabburlik keslik giribtor bo'lib qolgan odamcho desa, o'zini har tarafdan mukammal deb qaragan bo'lg'achqa, bu adam xatolikni qat'iy tashlamaydi. Kamchiligini qat'iy tuzlamaydi. Bir adam nasihat qilsin, gap so'z qilsin, buni anglamaydi. Anglamagandan keyin bu adam mushundaq, mush illat bilan yashaverdi. Hech nima bilan kari yo'q. Oxirisi shu desa, bu adam mush illat bilan dunyodan ketib qolsa, ondan Alloh subhanahu va taoloninki g'azabiga uchraydi. Shu Qur'oni Karimda qiyomat kuni do'zaxga kirganlarninki g'olib qarasak, masalan, va qarallazina istakbaru. Va qarallazina istakbaru. Qavmun mustakbirun. Mushnaq sifatlarjaq. Ay yo'g'anchilik qilganlar an dedi. Ular ay Firavunni olsun, Ad, Samud qabilalarni olsun, Allohning g'azabiga uchraganlarni sifatlis nima deb sifatlaydi desa, ular bundan mutakabbirdi. Ular yo'g'anchiydi, ular cho'ngchiydi deb sifatlaydi. Nima uchun desa, boshqa xatarninki da qadar yomonligidan shu Alloh subhanahu va taolo halok bo'lgan, o'zining g'azabiga uchragan insonlarni cho shunday sifatlagan. Shu Qur'oni Karimda قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ziyan tatqallarni deppamayman men sizlarga. Nurg'un ishlarni qilgan bo'lar, lekin dunyodagi bularningki tirishchanligi, hayoti gumroh yo'lda, xatolik yo'lda bo'lg'achqa, o'zi xato yo'lda ketib o'tib, o'zi xatolik ustida turib, o'zini nima deb o'ylagan bo'ladi desa, biz to'g'ri qilyapmiz. Mening yo'lim to'g'ri. Mening iddiyam to'g'ri. Mening fikrim to'g'ri. Mening uslubim to'g'ri deb o'ylab qolgan. O'zining xato yo'lda ekanligini bilmagan. Buning sababchi bo'lgan illat nima desa, takabburlik illati. Uchinchisi jannatdan mahrum qilish. Ya'ni bu kamchilik mushu illat bilan yashagan inson oxirisida mushundaq o'lsa, ne gelib bardı desa, bu jannatdan mahrum qilishga ilib bardı. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadis qudsida al-kibriya'u ridai vel azamatu izari man naza'ani wahidan minhuma alqaytuhu fi jahannam. Bu takabburlik degan mening sifatim demakchi Alloh subhanahu va taolo. Cho'ngchillik mening sifatim. Bu cho'ngchillikni har qanday bir banda talishidi ekan mendan, men bu yo'g'antim desa, men uni do'zaxga tashlayman. Degan yana bir hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Ya'ni o'zining qalbida zarrachilik kibr bor inson jannat kirolmaydi degan. Bu jannat kiranmasligi agar takabburlikning sababi bilan bu kufr ustida o'lgan bo'lsa, mangu kiranmaydi deganlik. Agar takabburlik borkan, lekin iymon musulmon ekanimda. Musulmonligim chunki tepiladi bu. Her xil darajada tepirdi. Bundaq bo'lib qolsa desa, boshda jannat kirdiganlar bilan birga kirmaydi. Balki o'zida takabburlikdan iboratmush illat bo'lg'achqa do'zaxga kirib, do'zaxda ma'lum mezgil shuni jazosini tatib, uningdan keyincho ondan jannatga kirdi. Demakchi shuning uchun yana bir muhim bir nayt xatarlik bir hadis bor ekan. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Ben sizlarga do'zaxga kiradigan kishilarni deb beraymi degan sahab ma'qul degan vaqtda kullu utullin jawazun mutakabbir. Haddan ashqan, cho'ngchil, yo'g'anchi mutakabbir hammasi shu bular do'zaxga kirdi. Do'zax ahli bular deb sifatlagan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Allah razı olsun. Yuqoridamda sizlar bu takabburlikniki, shu takabbur insonga elib kelgan ziyanlarni ben qilibdilar. Endi keldik, masalan bir adam bor, bu jamiyatningki, tashkilotning, jamoatning beshi. Shundoq odamda bir takabburlik bo'lgan vaqtida bu takabburlik, ya'ni shu tashkilotga, jamoatga, din, millatning xizmatiga qanday ziyanlarni olib keldi masalan. Shundoq ish beshidagilarda
deyli, yoki bir tashkilot boshlig'i yoki bir da'vo adami o'zini shunda hisoblaydigan bir odam bo'lsin, yoki men vatan uchun xizmat qilaman deb mushu yo'lda menayotgan ish qilayotgan odam bo'lsin. Shunday odamda takabburlikdan iborat bu kasal topilgan vaqtida buning xizmatga, jamiyatga bo'lgan ziyonlari qaysi mesela? Eng birinchi xatarlik zini bundaq takabbur odamninki agash kuchlari cho'qim az bo'ladi yoki yo'q bo'ladi. Chunki takabburlik har qanday inson mutakabbir bo'ldi ekan, kishilar bunday insonni yoqtirmaydi odatda. Bunday insonni yoqtirmaydi, bunday insonni yaxshi ko'rib keyindan mangmaydi. Eng birinchi cho'ng ziyon nima desa, da'vo yo'lda tashkilot mas'ullarida masalan bunday illat bo'lib qolsa, bu da'vodan nurg'un xalqning qechishiga, bunda da'voga sheriklashmaslikka, hassi qo'shmaslikka nima sababchi bo'ldi desa, shu yetakchilikningki takabburligi sababchi bo'ldi. Oxirda o'z yolg'iz qoldigan. Oxirda o'z yolg'iz qoldigan yoki bir qism oz sondagi manfaat shu shaxsdan manfaat kelyapti, shu shaxs bilan bo'lgan munosabat tufaylidan manfaatlanayotgan ma'lum oz sondagi insonlar uni bilan qilishi mumkin. Lekin haqiqiy da'vo egillari, da'voda qahramon, ya'ni o'zining hamma narsani atyalaydigan bundaq yigitlarcha desa, bunda mutakabbir odamning yana tug'maydi. Chunki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatı qaraydigan bo'lsak, Peygamberimizni Allah subhanahu ve taala Qur'oni Karimda qanday sifatlagan desa, birdan bir mehribon deb sifatlagan. Fabima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Allah'ın rahmeti bilan sen ularga shundaq mehribon bo'lding. Shundaq kuyimchan bo'lding. Shundaq illiq muomala qildigan bo'lding. Agar sen qo'pol muomala qildigan, yo'g'onchilik bilan, ustunlik bilan boshqalarni tuvan ko'rib muomala qildigan bo'lsang, faddu min havlik. Sening yaningda bir kishim qolmaydi. Hammasi shu taraf ketdi, yaningda odam turmaydi deb sifatildi. Demak, har qanday bir yetakchi, qo'mondan, tashkilot beshi qo'llig'ichilarni birdan bir sabt mustahkam tutib menishning yo'l nima desa, agash kuchlilarga qat'iy yo'g'onchilik qilmaslik ve şundaqla muamele qilgan vaqtda illiq muamele qilish. Mehribonlik bilan muamele qilish, kuyimchanlik bilan muamele qilish. Qo'pollik bilan çok qat'iy muamele qilmas. Qo'pollikning sababi nima desa, takabburlik. Takabbur insonlar qo'pol bo'ladi. Har qanday yerda bir odamni gapni chiqib olishni izlaydigan, bir odamga bir og'iz gap bilan zarba berib olishni izlaydigan bo'ladi. Bu qalbdagi illat bo'lganligi uchun. Demak, eng birinchi ziyon nima desa, tashkilot içerisinde kişilerin az buluşu, yardımcılarınki, kollukçularının az buluşu bu birinci en çok ziyan. Çünkü biz bugünkü günde bütün halkımızdan bu davası girse, hem adam yüzünden koldan kilişçe bir kişilik hessisini koşsa davatımız. Şundan mı yakın? Eğer yetekçiler de, teşkilat mesullar da bunda yoğancılık olup kalsa, başkalarını tüven güreş olup kalsa, muamele kılışta hakaretleş olup kalsa, kopallık olup kalsa, nurgun yaramlık insanlar, yaramlık şahslar bundaq teşkilatga yakın duruştan kaçırır. Bundaq teşkilatın içerisinde çok taraf getirir. Bu birinci en çok ziyni. İkinci ziyan nima desa, yetekçide yoki septiki insonlarda shundaq takabburlik illati bo'lib qolsa, bunda takabburlik illati bor, sep cho'qim muqim bo'lmaydi. Bölünüş kelib chiqadi. Meyle komandanda bo'lsin, yetakchida bo'lsin bu takabburlik, meyle asosliq shu tashkilotni yoki jamiyatni idora qilib menayotganlarda bo'lsin, yo'g'onchilik kesli bo'ldi ekan, bundaq jamiyat cho'qim haqiqiy birlik, haqiqiy ittifoqlik bularning o'z orasidan bo'lmaydi. Oxirisida bu illat tuzilmasa, bu taraydi. Yani bu jamiyat cho'lib ketadi. Nima uchun desa, takabburning bir illatini dedik-ku, mening fikrim to'g'ri deb qaraydi. Boshqalarning fikrini yaratmaydi. Ko'z qilmaydi. Masalan, jamiyatda o'zining fikrini o'tirib qo'ydi. Ko'p sonliq yo'q, ma to'g'ri emaskan deysimi, unmaydi bu takabburlik qo'ygan chiqadi. Shuning bilan nima kelib chiqadi desa, ya o sapni tashlab u chiqib ketadi, mening fikrimni olmadi deb, yoki boshqalarcha bu odamni tashlab chiqib ketadi. Shuning uchun ikkinchi eng xatarlik zina nima desa, bo'lgunchilikka, sapninki nayati shalang bo'lishiga
sebepçi olur tekebburluk. Üçüncü en xatarlik zin nima desa Allah'ın yardımından mahrum qilish. Yani biz ahirette qanday bo'lishdan qat'iy nazar Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Allah'ın yardımı kelmey, chuqum bu xizmetimizden netijaga erişemeyiz. Düşmanning ustidan g'alaba qilolmaymiz. Ve shundaqli saflarimizni mustahkam tutamaymiz. Allah'ın yardımı chuqum şeytanning nisivisidan ibaret. Bu tekebburlik degan şeytanning nisivisi insonning qalbidagi. Şeytanning nisivisini qat'iy chiqarib etgan o'zining qalbidan. Her qandaq ishni qilsa Allah bu qilayotgan ishimga Allah ajr mukofot berdi deb Allah'dan mukofot kutayotgan insonlarga Allah'ın yardımı düşür. Lekin bundaq yo'g'onchi insonlarga Allah'ın yardımı düşmeydi. Şu Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Allah sizlarga Bedir urush bo'lgan kuni Allah yardım qildi. Sizlar halingni qanday atdi desa, sizlar bechora etinglar. Yo'g'onchilik emas, sizlar bechora, har tarafdan bechora eting. Qurol yaroqda düşmanlar bor, qurol yaroq bor, yo'q sizlarda. Sonda ularning natijasi tuvantinglar. Tayyorlikda ularning natijasi tuvantinglar. Har tarafdan bechoralik sizlardan chiqib turgan. Şunu Allah sizlarga yardım qildi. Deb bu yerda o'zining yordamini Allah subhanahu va taolo Ashuraninki ne kadar tüven ekanligiga, ularninki düşman bilan her tarafdan tang emasligiga çok bağladı. Düşmanga o'xshagan yo'g'onchilik qilgan bo'lsa, ularmi shu chaqda Abu Jahillarning yo'g'onchilik qilgan. Arablar bizning anglab qo'ysin Quraysh qabilasini. Biz mana shu kun turib tugalni bo'g'izlab, yeb bütün Arablarga Muhammadni ne kadar qo'rqatganligimizni deb bildirib qo'ymaymiz. Hamma Arab bizdan qo'rqaydi deb yo'g'onchilik qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu igiz do'ngi chiqib duo qilgan. O'zining ne kadar ojiz ekanligini, Allohning ne kadar qul ekanligini Allohga namoyon qilgan. Shuning bilan Alloh subhanahu va taoloninki yordami tushgan. Xo'sh, Allah razı olsun. Endi oxirgi savolimiz. Bu shundoq yomon illatdan qanday qilganda qutula olamiz? Buning qutulish yo'llari qaysi? Bu vaqtda qisqacha ma'lumot bersin. Birinchisi tabiiy holda inson yuqorida buning nurg'un ziyni dedik-ku. Shaxsga bo'lgan ziyni, jamiyatga bo'lgan ziyni, Allohning yordamidan mahrum qilish nurg'un ziyon. Buni eslash lozim. Birinchi davolash uslubi o'zida shunday bir takabburlikni his qilsa yuqoridagi alomatlarga qarab darhol buning ziyni nima, mang bo'lgan ziyni nima, jamiyat bo'lgan ziyni nima deb bu ziyonni asliga vaqtda chuqum bu odam bu takabburlikni tashlashga bir haydakchi bo'ladi. Buning ziyni asliga vaqtda. Shunga Alloh subhanahu va taolo har doim uzkuru ni'matallahi alaykum. Nurg'un oyatlarda Allohning ne'matini eslab turish to'g'riliq buyruqlar bor. Bu nima desa, demak bir insonningki to'g'ri yo'lda bo'lganligi, hidoyat ustida bo'lganligi Allohning ne'mati. Takabburlikdan iborat bunda bir kasallik giribtor bo'lib qolganligi-chi, bunday xatarlik bir kasal bu. Asliga vaqtda o'zining ahvolini, ondan bunda xatarlik kasaldan qutulish ondan kelib chiqadi. Shuning uchun buni zihnni eslash birinchisi. İkincisi sağlam insanken mesela. Pulu varken, teni sağlamken bunda olsa dese andın özünün sağlamlığı, iktisadi bunun qarab tekabburluk illeti barken. Ya ki hatta yokken. Bu insan ne mi qilish lazım dese kasallarni yo'qlab turish, qabristonlik berish mesela. Bazı doktorxonalarga berib, doktorxonada ajoyib og'ir kasal giribtor bo'lgan insonlar bor. Bularni kurash Muşunda cemiyetdeki qul yo'qni kurash Allah bergan qo'lninki ne kadar katta bir ne'mat ekanligini esli turib. Ko'z ko'rmaydigan bir insonni kurash ko'zdan iborat bu ne'matning ne kadar yuqoriligini esli turib, muhimligini insonga bildirdi. Shuning uchun ikkinchi bu takabburlikdan qutulishning yo'li nima desa, kasallarni, har xil kasallarni, har xil mayiblarni cinoz namozlari qatnashish, ya'ni o'zininki qalbini yumishtirgan faoliyatlarga har jihatdan o'zining tuvan turganlarni, o'zining tuvanligini
Özünün bir aciz bənd ekanligini, kasalni ko'rgan vaqtda anıqdek men kasal bo'lib qolsam qanday qilatim deb o chaqda o'zining ajizligini eslaydi. Üçüncü ulab aşındaq takabbur, yani yuğançı dostlardan çoğu ayrılış. Ma'lum insanlar o'zi normal bo'lsa-mu, ayında takabbur yuğançı adamlar bilan orilish orqali andın bu yaman illatlar juqib qoldigan ish var. Bundaq yaman illatni xuddi tamakin taşlaydigan adam bengilarni tashlash lazım evvel. Aroqni taşlaydigan adam aroqkashlarni tashlash lazım. Onu taşlamay turib, yaman illatni shu tashlayolmaydi. Shuning uchun takabburlik kesiliga mubtalo bo'lgan adam o'zi aralashadigan ashunaq illatdagi odamlar bo'lsa, bular bilan bo'lgan munosabatni shu kesish lozim. Kesgan vaqtda andin bu odam chuqum to'g'ri yo'lga ma'alaydi, to'g'ri yo'lni topalaydi. Bu vaqtda nurg'un hadislar bor. Halaqa o'zlarini o'ltirib o'tgan odamning voqealigi bo'lsin, ya'ni jamiyat insonga ta'sir ko'rsatadi. Meyli yaxshi do'st bilan yomon do'stninki insonga bo'lgan ta'sirini payg'ambarimiz o'xshatgan hadis bor. Bularning hammasidan insonninki ma'lum yaxshi odamlar bilan aralashishi, chuqum yaxshi yo'lda menishiga yetakchi bo'ladi, sababchi bo'ladi. Yomon bir muhitda yashab qolishi, yomon insonlar bilan aralashib qolishi, shundaqla yomon yo'lda menib qolishga mucho sabab bo'ladi. To'rtinchisi o desa, jamiyatdagi kambag'al, bechora odamlar bilan aralashish, bular bilan hamdasqon bo'lash, birga tamoq yeyish, ma'lum yerlarga birga berib kelish. Chunki payg'ambarimiz shu axloqi mushid. Kambag'allar bilan birga tamoq yeydi, ashabi suffani yoniga chiqib, shular bilan aralashdi. Mushular bilan aralashgan vaqtdami inson Alloh bergan ne'matning qadrini tunaydigan va shundaqla ojiz kishilarni ko'rsa, Allah meni Mavlaga o'xshash qilib qo'ysa nima qildim? Buningdan men ortiq qildi. Allohning fazli bu deb Allohning ne'matini tunishmi? Shu yerdan kelib chiqadim. Xo'sh. Ondan eng muhim 6-cı bir nokta nima desa, chuqum tarix qarash. Ya'ni tarixda yuğanchilik qilgan, mayli Qur'oni Karimda bayon qilingan voqealiklar bo'lsin, mayli uningdan keyingi har xil çoğun imparator çoğun devletler olsun mesela, çoğun zalimler olsun, bularning qanday halak bo'lganligi, Firavun, Haman, nurg'un zalimlarninki halak bo'lgan voqealiklar Qur'oni Karimda bor. Buningdan boshqa Stalindek mesela, ashunda zalimning qanday halak bo'lganligi, Hitlerdek zalimning qanday halak bo'lganligi, shunda hech kishimga o'zini tanqilmaganlimi? Yani hayotda oxirisida shunda xar o'lganlar bor yoki o'ldirilganlar bor. Bu shundaq tarixdan ibrat olishmi insonni chuqum o'zining bir ojiz maxluq ekanligini tuntudi. Yani oxirisidagi bu vaqtda, yani 7-ci bir muhim masala inson o'zini ilm bilan qurollantirish, nodon qolmaslik. Yaxshi olimlarning nasihatlarini anglash, ularning so'rovlariga qatnashish. Bu xuddi inson jismiy tarafdan kasal bo'lib qolsa, doktorxonaga borib o'zini davolagandek, ashunaq olimlar bilan aralashish, ilmiy saviyasini oshirish, mushum-mucho desa insonning nurg'un shu nafsiga aloqador har xil kasalliklardan saqayishiga sababchi bo'ladigan narsa nima desa, o'zining ilmiy saviyasini oshirish, yaxshi olimlarning gap so'zlarini anglash, ularning so'rovlariga qatnashish alohida muhim shunday kasaldan qutulishga. Ve shundaqla o'zini masalan kishilar voy ma palon turib hazab ma ishni qilibdi deb kishilar sal tuvan ko'rdigan bir ishlarni ancha-muncha qilish inson. Masalan bugungi kunda deylar, say vazirga borib o'zining binasalarini o'zi ekilish, mumkin bir odamga borib ekildira oladi. Yoki uyda xizmatchisi bor. Masalan, ashunda bo'lsa-mu say vazirdan o'ziga lozim bo'lgan narsalarni o'zi ekilish, uni ba'zi ko'tarib ekilish, masalan, xil eg'ir narsalarni. Bu sho'ning hammasi nimaga sabab bo'ldi desa, ash insonningki o'zini tunishga sabab bo'ldi. Biz anlagan bir vaqalik Şeyh Şa'ravi, Muhammed Mutavalli Şa'ravi degan bir olim bor, Misrda o'lib ketdi, Alloh rahim qilsin. Bu odam Qahira Universitetiga bir leksiya ko'ribdi-da, borgandan keyin nayt haddidan ziyoda haqlar
o'quvchilar bek hurmatlab mashinasini ko'tarib, shu mashinani ko'tarib, shunda akirib qilgandan keyin o leksiyaga berishdan burun bu odam yo'q bo'lib ketibdi. Ne ketganda deb izlab kirsa, aş maktabninki bir hammamini xalasini tozlayotganda bu odam. Xalasini o'zi tozlab ekan. Tozlagandan keyin o maktabdagilar kirib, "Voy shayx, bu nima ish qilyapsizlar? Azab bu xalani tozlab turiblar, bu tozliqchilar batusa." degandan keyin bu odam abiyatın aş o'quvchilar mashinani ko'tarib meni shunda bak hurmatlab ketibdi. Qalbimga bir xil bearamlik azab bir hurmatlab ketdi ya ma'lum meni shunda hurmatlashga loyiq adam kamma deydigandek bir xil shunda takabburlikning bir shamilda azroq kirib qolgandek bir hissiyat tuyg'u paydo bo'ldi. Shuning bilan nafsimni bir sundiray degan maqsadda shoma hammamni tozlayapman deb shunda tozlaganti degan bu narsa yozilgan odat shu olim haqida. Demak, inson ba'zi vaqtda o'zining nafsini sundirdigan, ba'zi sal andamanda kiyimli bilan sirtqa chiqib kelish yoki o'zining ishlarini o'zi qilish, mushunning hammasi shu desa, insonning nafsini sal sundirdigan, o'zining odatdagi bir inson ekanligini tunutishga sababchi bo'lgan eng muhim illat omillarininki biri. Rahmat, Allah razı olsun. İnşallah hammamizdan Allah Teala bu yomon illatdan saqlay. Bu programma bütün xalqimizga, o'zimizga foydali bo'lgan inshaalloh. Oxirisida men bir og'iz, ikki og'iz gap bilan tugatay. Men umumiy xalqimiz, tashkilot mas'ullari bo'lsin, jamiyatda tanilgan kishilar bo'lsin, bizningki bugungi kunda birsimizga yo'g'onchilik qiladigan hech qanday holimiz yo'q. Bu haqiqatni hammamiz bilsak degan umidda, chunki hammamiz chorasiz turyapmiz. Yani hammamiz o'xshash bir chukash oldidagi bir kiyimdagi odamlar yani vatanimizning ahvoli hammamizga aniq. Och-singillarimiz, o'zimizningki vatani, urug' tuqqanlarimiz, xalqimiz inson tasavvur qilg'usiz zulmga uchrayapti. Bu zulmni to'xtatish uchun hammamiz har xil uslubda harakat qilyapmiz, tirishchanlik qilyapmiz. Lekin o zulmni to'xtatolganimiz yo'q. Düşmanımız haddidan kundan kunga eshyapti. Kundan kunga maxalaqni yo'qdiman da'vatidi. Demak, mushuningdan biz yana so'zlayapmiz to'g'ri. Uni qilyapmiz, buni qilyapmiz. O'zimiz naqadar chorasiz ekanligini har qanday bir o'zim tungan odam buni bilalish lozim. O'zimizning naqadar chorasiz holatda turayotganligimiz bu dushmanning dushmanligini to'xtamayotganligimizdan iborat ma haqiqatni unutib qolmaylik. Shuning uchun bundaq bir kunda bizning bizimizga yo'g'onchilik qildiganga hech qanday haqqimiz yo'q. Har bizimizga qat'iy yo'g'onchilik qilmaylik. Hammamiz bizimizga quchoq ochaylik. Dushmanimiz ajoyib ishlarni qilyapti. Mushundaq quchoq etish orqali biz o'zimizni haqiqiy isloh qilish orqali hammamiz safni birlik keltirish orqali nishonni dushmanga qaratish orqali bu zulmni to'xtatish olishimiz mumkin. İnşallah. Undaq bo'lmay, bu yerda yana bizimiz kuch ko'rsatib, men ani qilyaptim, sen meni qilmading deb mushada bu jidallik bilan, bu xafaliklar bilan dushmanimiz qildigan ishni qilaverdi. Hammamiz o'zimizning naqadar ojiz ekanligimizni, birimiz bilan hamkorlashishga naqadar ehtiyojimizning borligini, dushmanimizningki o'zining dushmanligini davomlashtirayotganligini har qanday minus sekundda unutib qolmaydi. Kuch ko'rsatmoqchi bo'lsak, ya'ni Xitoyga qarshi, zolim qarshi kuch ko'rsataylik. O'zaro birimizga qat'iy kuch ko'rsatmaylik, birimizga mehribon bo'laylik. Allah razı olsun. Allah bu programı hammamizga manfaatli qilib bersin. Amin. Hürmetli qarindoshlar, bunun bilan bugungi tuzatishga tegishli illatlar nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah yana boshqa programlarda ko'rishimiz bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.